Assalomu alaykum. Bugun 9-iyun imtihon olamiz bugun. Bungacha ba'zi narsalar tushuntiramiz. Hamma doskaga qarab tursin. Kompyuterlarni o'chirib. Biz misol uchun papkada, misol uchun Netflix deb papka ochdik, to'g'rimi? Papkaga joyladik. Ya'ni ishimizni, to'g'rimi? O'sha papkani menga qanday tashlaysizlar, qanday uzatasizlar? Papkasi bilan birga rasmlari, misol uchun tashlashlaring mumkin. Kiraslardan buni kopirovat qilib olib, menga tashlashlaring mumkin, bitta o'zini. To'g'rimi? Lekin общий papkasi bilan mana qo'shib hammasini tashlay olmaysizlar. Misol uchun Ctrl C qilamizdagi gruppaga kirib turib Ctrl V qiladigan bo'lsak, papkalar polni o'tmaydi. To'g'rimi? Biz buni qanday nima qilamiz, tashlaymiz? Biz Google ga kiramiz, WinRAR deb yozamiz. Skachat WinRAR. WinRAR download bosasizlar. Skachat WinRAR. Mana yuklab boshladim endi. Demak, bunga kirasizlar. Demak, uстановить qilamiz WinRARni. Demak, tayyor bo'ldi bizda. Endi bu papkani men tashlashim uchun Netflixni ustiga bitta bosib, men bu yoqqa olib turamandagi. O'sha bitta bosib, o'ng tarafda bosaman. Bizda добавить arxiv chiqadi, boyagi WinRAR faylni uстановка qilganimizdan keyin. Добавить arxivni bosamiz. Bizda o'qni bosamiz. Netflix degan WinRAR, ya'ni arxiv fayl paydo bo'ldi. Papka. Bunga kiramiz. Turib mana Netflix papkasi turibdi, to'g'rimi? Kiramiz, hammasi turibdi ichida. Assetsga kiraman. O'sha boyagi nimalar, logolar, rasmlar hammasi turibdi. Misol uchun style'da style sessiz turibdi. Bunda общий nima turibdi? Men o'zim qilgan ishim bu turibdi. Demak, buni endi shunda Telegramga kirib, misol uchun buni kopirovat qilib oladigan bo'lsak, kopirovat qilib olib, Ctrl V qiladigan bo'lsam, WinRAR jo'nashga tayyor turibdi. Jo'nadi. Mana shunaqa jo'natsalaring bo'ladi.